Ana endi bizda Inamarka minuvchi akalarga yangilarni chiqarib turamiz. Bizni kuzatib boringlar. Mana Inamarka mashinamiz kelgan, salonlarni qarang, ideal va komfort. Mana shu mashinamizga kalotka yoqlar topshirilmabdi. Biz o'z sohamiz torimiz bo'yicha kalotkalarni berdelcha qilib qo'yib beryapmiz. Hozir qo'yib berish jarayonlarini ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Obuna bo'lib, podpiska bering. Inamarka minadigan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Qiynalishmaydi. Kalotkalari hozirgi paytda kirib kelgani yo'q, ko'pmi mana perdelcha qilib kabesh mashinamizdan perdelcha qilib berdik. Chiroyli Inamarka mashinamizni ko'rib turibsizlar, mana rad o'ziniki. Perdelcha qilganimiz bu, mana kalotkasi kabeshniki. Mana hozir qo'yish jarayonida qo'yib, xudo xolasa mana qatiryapmiz. Red line qilib kraska ham sepib berdik kalotkasiga. Sakadis kelgan, chiroyli sifatga ham ishlov berib o'tib ketdik. Ko'rib turibsizlar, orqa kalotkalarni ham hozir mana yangilab yubordik. Kalotkalarni ham trekkinikini qo'yib berdik.